20-sentabrda Koreyada yashaydigan koreyaliklardan tarkib topgan Xitoy Chavshan vaqtliq birlashmasi Xitoyning Myeongdongdagi Xitoy kommunist elchixonasi oldida yig'ilish o'tkazib, ona tilimiz Koreya tili millatimizning ruhi va nafsidir degan lozung shiorlar bilan Xitoyning Chavshan tili ma'rifini bostirish siyosatiga norozilik bildirib, davlat tilini o'rganishning tabiiy huquq ekanligini, mahrum qilish qat'iy bo'lmaydiganligini, milliy tilni bo'g'ish irqiy qirg'inchilik barobar ekanligini ta'kidladi hamda Koreya hukumatini qo'llashga chaqirdi. Yaqinda Xitoy Kommunist partiyasi Janubiy Mongoliyada xanzuch o'qitishni zo'r kuch bilan ilgari surib, tumanlagan o'quvchilar va ota-onalarning noroziligini qo'zg'ash bilan bir vaqtda Xitoy doiralari yana Dongbeining Jilin, Heilongjiang, Laoning qatorliq 3 o'lkasida yashaydigan Chavshan millatining maktablarida xanzu til o'qitishni majbur yo'l qo'ygan. Bu Chavshan xalqining Koreya ma'rifining yemirilish andisini qo'zg'ab, Xitoy Kommunistik partiyasining Xitoydagi o'zidan boshqa millatlarni majburiy sinaklashtirish ma'rif siyosatini yo'l qo'yib, til va madaniyatini yo'qotish ekanligi, ochiq-oshkor irqiy qirg'inchilik qilyotidi deb qaralgan. Xitoy Chavshan vaqtliq birlashmasi har xil vositalar orqali Xitoydagi Koreya til maktablarini o'xshamagan rayon va turkumga bo'lib, yangi mavsumdan boshlab Yanbian ma'rif nashriyat tarafidan nashr qilingan Koreya tili darsliklarini tadrijiy amaldan qoldirib, Xitoy xalq ma'rif nashriyat tarafidan nashr qilingan xanzuch darslik kitoblarni o'qishga o'zgartganligini dalillangan. Xitoy davlat siyosatiga asosan barliq Koreya tili maktablarining axloq va qonun darsliklarining 2021-yildan boshlab davlatning birlikka kelgan Xitoy o'qitish materiallariga o'zgartirish, 2022-yildan boshlab tarix va boshqa darsliklarni Xitoyning o'qitish materiallariga o'zgartirish ekan. Mazkur tashkilot mas'ullari o'zining tilni va madaniyat an'anasini qo'g'dash va texnik pishib yetilish uchun Xitoyda yasli, boshlang'ich, to'liq so'z va to'liq o'tir maktablardan tortib, universitet va tadqiqot o'rinlarigacha bo'lgan bir yurish milliy til va madaniyat sistemasi qurganligini ta'kidlab, Xitoy o'zining asli an'anaviy ko'niziq madaniyat meroslarini buzib tashlab, hozirgi oddiylashtirilgan xanzuch xatni qo'llanganligini hamda boshqa millatlarning til o'qitishini bostirishga boshlaganligini, u milliy til va madaniyatni ochiq-oshkor yo'qotish harakati, shundaqla irqiy qirg'inchilik ofati degan. Oxirida yana bizning tariximiz va ajdodlarimiz o'xshash bir millatning tarixiy va madaniyatiga varislik qilish, shu millatni saqlab qolishning tub asosi. Shuning uchun Koreya hukumatining qo'llashini, yordam qilishini hamda Koreya taratqullarining bu to'g'riliq texmi ko'p doklad berishini, texmi ko'p kishilarning bilishini, shundaqla Xitoyda Koreya til madaniyatiga varislik qila oladigan va taraqqiy qildiradigan muhit yaratib berishini talab qilgan.